Assalomu alaykum do'stlar. Yandexda, O'zbekistonda Yandexda Toshkentda ishlayotganlar, park tanlashga adashmanglar. Men 2,5 oydan beri bitta parkda ishlardim. 2% deganda hech qaramagan ekanman. 5-7% olar ekan partnyor. Hozir ko'rsataman, ismini aytmayman. Agar pulni qaytarmasa, 2,5 oyligidan hech pul ishlagan bo'lsam, qolgan 3-7% ni qaytarmasa, qaysi parkligini aytaman. Aka, yaxshilikcha aytmay turaylik. Ehtiyot bo'linglar, park tanlashga adashmanglar. Yandexdan tekshirib albatta olinglar. Hammani ishiga omad, charchamanglar. Hozir parkda ogohlantirdim. O'shaning uchun adashmanglar. 1% u bu degan bilan tekshirib olinglar. Albatta har kunlik ishni tekshirib olinglar, chunki sizlar halol mehnat qilyapsizlar. Hammani ishiga omad, charchamaymiz. Bosamiz gaziga.